Meni onamning uylariga tashlab qo'ya olasizlarmi? Oyiz uylari qayerda? O'zim yo'lni ko'rsataman. Пожалуйста. Marhamat. Nima qilib yuribsiz kech bo'lganda bitta o'zingiz ko'chada? Balki sheriklar bo'lgandir. Turmush o'rtog'im bilan tortishib qoldim. Shunga onamning uylariga ketyapman. Urishib, turmush qurganmisiz? Mazur 19-20 yoshli bir hali 10 gulidan bir gul ochilmagan qiz deb o'ylayman. 18 yosh. Sizlar 19 yosh. Tinchlikmi yigitlar? Opa, ahamiyat bermang. Ozgina. Bizning yo'limiz to'g'riga, Rustam. Ha, hali bor. Kenaya, akam kelmadilarmi hali? Yo'q, kelmadilar-de. Telefonlarini ham ko'tarmayaptilar. Oyijon uxladilarmi? Yo'q, hali Aziz aka bilan birgamidi? Ha, choyxonamiz bor degandilar. Hozir men Aziz akaga telefon qilaychi. Qiling. Voy boshim. Voy oyijon. Rustamjondan xabar bormi? Yo'q-da, telefonlarini ko'tarmayaptilar oyijon. Xavotir olyapman, ish qilib yo'lda. Voy vahima qilmang, o'zi yuragim yomon bo'lyapti. Soat 3 bo'ldi-ya, bu bola qayerda yuribdi, ishqib tinch bo'lsin-da. Azjonga qo'ng'iroq qildinglarmi? Ha, qildik Voy. oyijon. Ko'tarmayaptilar-de. Tinchlikmi?